Assalomu alaykum Mechanical United Service mijozlari. Mana bugun biz Sinomach kompaniyasi Samarqand shahridagi Anvar Temirov Yuksalish Group firmasiga o'zimizni 73 metrli avtobeton nasosimizni topshirish marosimi. Bular bizdan 3 ta texnika olishdi. 58 metrli avtobeton nasos, 55 tonnali Zumion avtokranlar. Inshaalloh Xudo xolasa hammasi kirib keldi. Ikkitasi rasta mashina turibdi. Hozir biz 73 metrli beton nasos topshirish marosimi Samarqand shahriga jo'nab ketadi. Bu avtobeton nasosimiz 73 metrli avtobeton nasos bo'lib, koreyskiy Sambesniy Hencher ataladi. Xudo xolasa mana shu Hencher avtobeton nasoslar bilan akamiz inshaalloh yangi uylarni qurib, mijozlarni hammasini xursand qilib, inshaalloh biz bilan dalniyshiy Xudo xolasa ishlash niyatimiz bor. Aka, mijozlarga ikki og'iz gapingiz bo'lsa, sizni ham ikki og'iz gapingiz bo'lsa, gapiring. Anvar Temirov nomidan katta rahmat. Sizga ham, mana shu kompaniyasiga, Sinomach kompaniyasiga katta rahmat. Xudo xolasa nasib qilsa yaxshi kunlar o'tkazsangiz, bundan-da kattalarni, bundan-da zo'rlarini olish nasib qilsin bizga. Aka, hamisha tagidan shamollab o'tib yuraversin. Hamisha pul topadigan texnika bo'laversin aka. Bizni uchreditellarimiz, ta'sischilarimiz sizlarga ozgina sovg'alari bor edi. Shuni topshirsangiz aka. Tagidan shamollab o'tib yuraversin. 58 metr olishga ham kelasiz, Xudo xolasa 55 tonna avtogram olishga. 55 ta kuchinglar dedik.